Bu odam tish pastasidan ajratib olingan kimyoviy moddalarni kanalizatsiyaga to'kdi. Ikki kimyoviy moddaning aralashmasi hatto metallni ham yemirib yuborardi. So'ng shvabra yordamida kanalizatsiya qatlamini teshib, ichkariga kichkina qog'oz bo'lagini tashladi. Shundan keyin u drenaj tizimi bo'ylab yurib rezervuargacha yetib bordi. Lyukning teshigi balandligi 5 metrgacha edi. Tepaga chiqishning esa imkoni yo'q edi. Shunda u pastda suv oqayotgan joyni ko'rdi. Jek kiyimining ikki bo'lagini yirtib, ulardan arqon yasadi va plastik xaltaga soldi. U kiyim bo'laklarini xaltaga solib arqon bilan bog'ladi va rezervuarga suv chiqishini shu xalta bilan to'sib qo'ydi. Uning rejasi shunday edi. Tashqi klapan ochilganda suv ichkariga oqib kiradi va u oqim kuchi bilan yuqoriga ko'tarilib chiqib ketardi. Ammo klapan yopiq edi, suv kelmasdi. Ertasi kuni Jek ishlash jarayonida yog'och tayoq bilan bosh klapanga bosim berdi va uni ochib suv oqimini yo'lga qo'ydi. U taymer o'rnatdi va yonida kutib o'tirdi. Suv ko'tarila boshlaganda sovuqlik sezildi. Shu payt mahbuslardan biri signal berdi. Qo'riqchi darrov javob qaytardi va hammani kameraga qaytishga buyurdi. Omadga qarshi emas, aynan shu vaqtda Jekning taymeri ham ishladi. U tezda klapanni yopdi. Tunda Jek yana kanalizatsiya yo'li orqali qaytib bordi va suv bilan to'lgan rezervuarga sho'ng'idi. U arqonning ikkinchi uchidan ushlab suv oqimida yuqoriga ko'tarilib bordi. Jek lyuk qopqog'ini ochib tashqariga chiqdi va o'zini tibbiyot bo'limi